Ma'lumki, jahonda kritik metallarga bo'lgan talab keskin ortib bormoqda. Ana shunday bir davrda prezidentimiz tashabbusi bilan 2024-yilda tashkil etilgan O'zbekiston texnologik metallar kombinati sanoat uchun muhim ahamiyatga ega 20 ta kritik mineral bo'yicha 50 dan ortiq yirik loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirgan. Shuningdek, ushbu yo'nalishda ta'lim dasturlarini takomillashtirish, ilmiy bazani mustahkamlashga e'tibor qaratilyapti. Bugungi kunda kritik minerallar va texnologik metallar sohasi jahon miqyosida e'tibor markazida. Albatta, bu yo'nalishda ilmiy bazani mustahkamlash ham muhim ahamiyatga ega. Shu maqsadda O'zbekiston texnologik metallar kombinati kritik minerallar va texnologik metallar bo'yicha adabiyotlar, sohaga oid ilmiy manbalar jamlangan yangi platforma yaratishni rejalashtirmoqda. O'zbekiston texnologik metallar kombinati va Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi rahbariyati ishtirokida o'tkazilgan uchrashuvda ham tomonlar mazkur masalada fikr almashdi. Ohangaronlik, Samarqand ochiladigan texnoparklarga ham qilamiz. Shular 11 ta paket ichida albatta sizlarning yo'nalishlaringiz uchun bosmasini ham elektronisiga ham biza tayyormiz. Uchrashuvda har ikki tomon tog' sanoati va geologiya sohasining rivojlanishida ilmiy manbalar muhim o'rin tutishini, shuningdek sohaga oid ma'lumotlarga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib borayotganini ta'kidlashdi. Shu boisdan O'zTMK mas'ullari texnologik metallar bo'yicha mavjud adabiyotlarni tizimlashtirgan holda maxsus kutubxona tashkil etilayotganini, bunda esa O'zbekiston Milliy kutubxonasi bilan hamkorlik o'rnatish, kutubxonaning boy tajribasidan samarali foydalanish, adabiyotlar fondini kengaytirish muhim ekani aytib o'tildi. Muzokaralar natijasida ikki tomon o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Bu soha, bu yo'nalish bizga yangi bo'lgani uchun kutubxonachilarga, aynan bibliograflarga ish topildi. Bu yo'nalishda ular izlanishlar olib boramiz. Biz birlamchi izlanish olib borganimizda manbalar yetarli, lekin aynan soha vakillari, ilm ahli bilan biz buni ko'rib chiqishimiz kerak. Milliy kutubxona doimiy hamkorlikka tayyor. Navbatdagi memorandumda ham biz aynan oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz mustahkam ko'prik vazifasini hali yuqorida aytganimdek ilm fanni rivojiga hissa qo'shishda davom etamiz. Uchrashuvda xalqaro tajribani o'rganish, dunyo miqyosida texnologik metallar va kritik minerallarga oid adabiyotlar bilan tanishish, sohada yetakchi ilmiy markazlar va kutubxonalar bilan hamkorlik o'rnatish istiqbollari ham muhokama qilindi. Bu esa global miqyosda sohaga oid bilim va ma'lumotlar almashinuvini jadallashtirishga xizmat qiladi.